Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mani kuzatib turganlar, eshitib turganlar, bilganlar, men har doim bir ma'lumot yoki bir joyni afishirovать qilaman, e'lon qilaman, o'sha joyni ijaraga beriladi yoki sotiladi deb ko'rsataman. Bu men uchun yaxshi. Masalan, endi men sizlarga bir taklif bermoqchi edim. Sizlar uchun nima yaxshi, o'shani o'zinglar bir kommentariyaga yozsanglar. Masalan, deylik misol, sizni uy-joy ijara oldi-sotdi bilan bog'liq muammoyingiz o'zgachadir yoki bo'lmasam siz o'sha muammoni afishirovать qilishni xohlamasizda. Bugungi kunda otang YouTube, onang YouTube deyishadi. Balkim YouTube'da ham o'sha sizni muammoyingizga yechim yo'qdir. O'sha uchun kelinglar, uy-joy ijara oldi-sotdi bilan bog'liq muammosi borlarga jo'natib qo'yinglar shu videoni. Mana shu videoni ostida o'sha kommentariyaga yozinglar yoki bo'lmasam shaxsiy o'sha lichkaga murojaat qilsanglar ham men xursand bo'laman. Qo'limdan kelgancha, o'sha aqlim yetgancha sizlarga yordam beraman. Salomat bo'linglar.